Dunyo jar solar, ey. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ha, nima gap? Bismillah usbi. Nima qotyapsiz? Nimasi kulgili? Boshqa qo'shiqlarni ham chay beralaman. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Lubo qo'shiq chay beralaman. Qo'y beraymi yana bitta qo'shiqlar chay qo'yib beraymi? Aytib beraymi chay? Zuhra opa maratni zatta. Nimaga? Yo'q, mayli, opam bo'ladi. Hurmat hamisha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Zuhra opa, qalaysiz opajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, mulla aka? Joningiz sog'mi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mani jannatim opam. Aylanib ketay. Jannatlarda yuz ko'rishaylik. Nima gap? Kameringizni oching. Xo'p bo'ladi. Tanimadingiz-da mani opajonim, hozir ochaman. Shu bitta ko'rsating. Keldi ochilur chog'ing. Aylanib ketay. Assalomu alaykum. O'zbekiston havo yo'llari. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat. Yaxshimisiz? O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Rahmat. Tanimadingizmi? Yo'q, tanidim. Ana balchiqqa botib, soylarda birga cho'milganmiz-ku, chotbosti qilib baliq tutib, ikkalamiz birga. Tanidim. O'shaman xuddi. Конечно, сразу tanidimmi? Прикинь. Mayli, opajonim, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Tinchmisiz? Uydagilar uydami? Allohga beadad shukr, hammasi yaxshi. Qayerligidingiz? Opajonim, Toshkentdanman, Yangi yo'ldan. Eski yo'llar qolmagan o'z Toshkentda. Hamma yo'llar buzilib ketgani uchun sizlar shu yo'lga kirib qoldinglar-a? Boshqa yo'llar yo'qligidan shu yo'lga o'zi xohlamagan-sizlar-u. Prosta yo'llar buzilib ketgani uchun shu yo'lga kirib qolgansizlar-a? Sabab shu Baqay tog'a bilan. Sabab Baqay tog'asi bilan. Aylanib ketay. Zuhra opa. Zuhra opa. Olambi. Opingiz aylansin. Hazillaringizga boraman. Nimasiga hurmat qilaman opajonim? Rahmat, mana hurmatlaringni chegarasi yo'q. Tushlarimda Xudodan so'raganman, o'ngimda emas, mana shu bego'da shunaqa qadrdonlar orttiradi, o'ngimda emas lekin. Mana tushlar niyatlar amalga oshmasa ham tushlar o'ngidan kelib qolar ekan, ishoning. Vashi. O'ngimda ham ko'ring, idoring, joningiz sog' bo'lsin opa. Rahmat, Borisga shukr. Siz ajoyib insonsiz. Ko'chada o'tiribsizmi? Ko'chaga shikob qo'yib qo'yishganmi? Hozir keldim ko'chadan. Bir yechinimni aytib keyin efirga kirsangiz bo'lmasmidi? Yo'q, sizni ko'rdim, kiyimlaringizda bir nakachinlik ko'rinmoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, sizni ko'rib yechingim kelmadi, shunday urdim promo efirga. O'zim yechintirib olaman sekin. Cho'chimang. Bir deganda. Chekkiz ham kelib ketdi, meni ko'rib. Nima desangiz, Dino? Men hurmat qilaman, sizni juda yaxshi ko'raman. To'g'risi, Elnurbek shu kilovi aka, men prosta bu insonni Men ham sizlarga hurmat qilganim uchun shunaqa teatrlar ko'rsatib turaman mana. Tekinman. Siz o'ylayotgandirsiz, Zuhra opam ustidan kulyapti, boshqa nima? Yo'q. Xarakterimiz shunaqa. Yo'q, akajon, uzr, men bor. O'zim kulgim keldi, brat. Maylimi, kulsam?
Uzr minbarsiz. Man- Zuhra opani gaplariga kulgim keldi akajon. Yo'q, Zuhra opa bilan gaplashyapman, xuddi menga noqulay bo'lyapti. Yo Gaplarni akajon, to'g'ri unaqa ustidan demang. kulayotganda bo'lib qoldi. Assalomu alaykum Yo. Miran aka. Qalis aka, joningiz tinchmi? Alaykum assalom. Sizni qanday yozib berdi? Adminingiz yo'qolib qoldi, brat. Nadashi o'z aka, mana shu bitta xolosmi profil? Jon aka, bitta xolosmi profil? Aka, qanday holsiz adminingiz menda? Невозможно, aka, brat. Нереально bu narsa. Yangilik. Ya aka, siz efirimga kelmasligingiz mumkindir-ku. Adminingiz вообще нереально, aka, brat. Assalomu alaykum. Ey xudo. Mayli, yaxshilik bu tinmay tinchlik bo'laversin. Kechirasiz, chiqing ozgina, ikki og'iz chaqchaq hech qisi yo'q. Ya aka, men o'tgan safar berganimda qaytib olmayman degandimda, hech qisi yo'q o'zi. Yo'qmi? Ya aka, вообще невозможно. Chiqingchi gaplashamiz. Nima? Gogovmidi, nima edingiz? Chiqing. Aylanib ketay, chiqing. Va'dalar, ya aka, o'zgarmagan. Va'dalar o'zgarmagan, aka, paxta Zuhra qari anxob bo'ladi. Siz nima desiz shu? Siz nima desiz? Meni bu hayotdagi eng birinchi maqsadim shu, siz nima desiz shunga xo'p deyishda, ishoning. Qo'yinga, ya aka, nimaga? Ya, unaqa emas. Men yaxshi odamman. Men hech kimga haqorat qilmayman.